Assalomu alaykum. Hop, bugun biza massit kasalligi haqida gaplashamiz. Massit kasalligini ko'pchilik biladi. Hop, tuzalishi qiyin deyishadi ko'pchilik. Yo'q, qiyin emas unaqa. Vaqtida dorilarni qilsa zo'r. Mana bir martalik Hindiston dorisi bor. O'sha bo'ladi. Ichida tayyor hammasi. Iynasigacha tayyor hammasi. Buni taylab turib, kidney tomonidan, qon tomiridan uriladi. Hop, yani ko'pchilik foydalanadigan dori Azithromycin. Azithromycin bu antibakterial antibiotik. 1 grammi 20 kilogram trivazinga uriladi. Hop, bu nojo'ya ta'siri sutni qattiq bo'lmasligi mumkin. Bu ham qanaqa hamma molda bo'lavermaydi. Bo'lsa ham 3 kundan 1 haftagacha davom etadi. Keyingi dorimiz Pinistrip. Pinistrip bu Amal firmaniki, Xitoyniki. 10 kilogram trivazinga 1 milligram uriladi. Bu dorini ko'p firmaniki bor. Gollandiya, Interchem firmanikilar ko'pchilik ishlatadi. Bu ham zo'r rezultat beradi. Undan ko'ra arzonroq. Yilning ichiga jo'natishgan massitsan 100 gramlik. Xuddi shuni 10 gramlik ham bor. Bu 10 gramligi tayyor shpirli, tayyor ninali bo'ladi. Bunga keladigan bo'lsa, bu 100 gram o'zini shprit nini alohida olishingiz kerak bo'ladi. Yelinni ustiga surishga deydigan bo'lsak, mana kamfon emaslar sursa bo'ladi. Dubiden gel surib massaj qilinadi обязательно. Mastisan bu yashil mas, ko'pchilik biladi. Mashina yelindan surib massaj qilib, agar qotish jarayoni ko'p bo'lsa, ixtiyoriy qora mas bo'ladi. Bu mashinadan sursa yaxshi effekt beradi. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosib qo'yasizlar. Nima savolinglar bo'lsa, javob kommentariyada kutaman. Sog' bo'lasizlar.